Garvard universitetining mashhur astrofiziki Avi Loebning so'nggi bayonotlari ilmiy hamjamiyatni ikkiga bo'lib, misli ko'rilmagan bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Loebning da'vosi shuki, 3i Atlas tabiiy jism emas, balki o'zga sayyoralik sivilizatsiyaning texnologiyasi bo'lishi mumkin. Bugun shu haqida. Avi Loeb va uning tarafdorlari bu jismning g'alatiliklari shunchalik ko'pki, ularni oddiy tasodif bilan izohlab bo'lmaydi deb hisoblashmoqda. Loeb bu masalada maqolalar yozib charchamayapti va yaqinda 3i Atlasning tabiiy kometa bo'lish ehtimoliga qarshi chiqqan maqolasida 8 ta anomaliyani sanab o'tdi. Men bu videoda sizni uning ba'zi argumentlari bilan tanishtiraman. Kometaning dumidan boshlaymiz. Odatda kometalar Quyoshga yaqinlashganda qiziydi va gaz hamda changdan iborat dum hosil qiladi. Bu dum Quyosh nurlari bosimi tufayli undan qarama-qarshi tomonga yo'naladi. Ammo biz Atlasning aksincha anti-dum hosil qilganini kuzatmoqdamiz. Ya'ni uning gaz oqimi g'alati tarzda Quyoshga qarab yo'nalgan. Bu kometa fizikasining biz bilgan qonun-qoidalariga mutlaqo zid. Ikkinchidan, Hubble teleskopi va boshqa observatoriyalar jismdan chiqayotgan gazlarni tahlil qilganda g'ayritabiiy darajada yuqori miqdordagi nikel moddasini aniqlashdi. Bu modda Yerda faqat yuqori texnologik sanoatda ishlatiladi. Uning kometada uchrashi misli ko'rilmagan hodisa. Bunga qo'shimcha ravishda jismning atigi 4% suvdan iborat ekanligi aniqlandi. Vaholanki kometalarda iflos qor uyumi ko'p uchraydi, lekin Atlasda unday emas. Uchinchidan, biz obyektdan gaz otilib chiqayotganini aniq ko'rib turibmiz. Fizika qonunlariga ko'ra, bu gaz otilishi reaktiv dvigatel kabi ishlab, jismga qo'shimcha turtki berishi va uni o'z yo'lidan biroz og'dirishi kerak. Bu nogravitatsion tezlanish deb ataladi. Ammo Atlas deyarli hech qanday og'ishni namoyish etmayapti. Loebning fikricha, bunga ikkita sabab bo'lishi mumkin. Yo bu jism biz o'ylagandan ham kattaroq massaga ega, shuning uchun gaz unga ta'sir ko'rsata olmayapti, yoki bu otilishlar qandaydir boshqariladigan jarayonning bir qismi. To'rtinchidan, Atlasning Quyoshga eng yaqin kelgan kuni 2025-yil 29-oktyabr kuni bo'ladi. Bu sanada u Quyoshning ortida, ya'ni Yerdan turib kuzatish imkonini bermaydigan zonada bo'ladi. Loeb buni juda shubhali deb baholamoqda. Uning fikricha, bu ulkan kosmik apparat aynan shu pinhoniy nuqtada tezligini o'zgartirishi yoki tizimimizni o'rganish uchun mini zondlarni uchirishi mumkin. Albatta, ilmiy hamjamiyatning aksariyati bu da'volarga juda ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Ular har bir anomaliyaga tabiiy izoh topish mumkinligini ta'kidlashmoqda. Masalan, anti-dum hodisasi jismning o'z o'qi atrofida aylanmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uning faqat bir tomoni doimiy Quyoshga qarab qizigan va gazni oldinga harakat yo'nalishi bo'ylab chiqarayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bu shunchaki bizning ko'rish nuqtamizdan kelib chiqayotgan optik illyuziya bo'lishi ham mumkin. Nikel anomaliyasiga kelsak, balki Atlas metallarga juda boy bo'lgan, biznikidan mutlaqo farqli yulduz tizimida paydo bo'lgan jismdir. Hozircha barcha ko'zlar keyingi kuzatuv natijalariga qaratilgan. Marsdagi MRO apparatining kuchli HiRISE kamerasi 3-oktyabr kuni obyektni suratga olgan, ammo bu suratlarni qayta ishlash va ommaga e'lon qilish kechikmoqda. Bu esa Loebning NASAni shaffof ishlamayotganlikda ayblab tanqid qilishiga sabab bo'lmoqda. Obyekt Quyosh nuri ortidagi ko'r nuqtadan chiqqach, noyabr va dekabr oylarida olimlar uni yana kuzata olishadi. Xulosa shuki, dalillar Atlasni hozircha baribir ko'proq tabiiy jism ekanligiga ishora qilmoqda. O'ylaymanki, dalillar ko'payavergani sari bunga Avi Loeb kabi olimlarda ham ishonch ortib boradi. Hozircha shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.